Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun Chirchiqda ishimiz ham ichkarida holatini ko'rsatyapmiz. Reykani pashti terishni boshladik, noldan chiqarib oldik. Bu yerda o'ta so'qilib ketgan hisobiga jicha tayin chiqardik. Tepasini birga 3 sm yotkizganimiz hisobiga ukloni bor. Bu bilinmaydi ko'zga. Shunaqa qilib oqib ketamiz. Bu xonadonimiz 3D bo'lyapti. Xuddi shundan. So'qili bo'lsa boshqa qol. Tashqari uyda shogird bolamiz toshimizni qo'yyapti. Reka terilib bo'lgan polni. Shu holatda teriladi. So'qil hisobi bu, so'qili. Bunun tepasiga tunuka bo'lib turib